Albatta yana keldi, lekin boshqa o'yinda bu safar ham kulgili, qo'rqinchli va qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Juda qiziq. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Va sizlardan Telegram kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. U yerda ham endi aktiv bo'lishga harakat qilaman. Birgalikda gaplashamiz va eng muhimi bu kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, ana unda tezroq boshlaylik. Uyimning oldida armiya nima qilyapti? Meni oldin bankomatga olib keta olmaganda, endi armiyani uyimga olib kelganmi? Bu xuddi oldin bankomatdan qochganimiz kabi o'yin, lekin sal qiziqarliroq. Demak, juda ham qiziqarli bo'lyapti. Bu armiyadan qochish kerak. Boshladik. Igrat. Boshlandi. Kimdir eshikni taqlayapti. Voy, yana o'sha xonandagi qiziqarli, tupoy rasmlar. Hozir bir daqiqa. Lekin biz eshikni umuman ochmaymiz, chunki biz qochishimiz kerak. Uy. G'alati rasmlar. Bu yerda mushuk. Bu qanaqa rasmlar? Nimaga men tupoyman? Soat necha bo'lgan? Hatto soatning stilkasi yo'q. Chunki menga soat vaqt qiziq emas. Go отсюда. Bu yerda qandaydir klaviatura, gitara, qanday xo'p, eshikka kim kelgan? Voy. Upravleniya juda ham g'alati. Eshik bu yerdan ochib tashqari. Bu bolalar plashatkasimi yoki bankomat armiyaning plashatkasimi? Buradan sakrash mumkinmi? Yo'q, sakrash mumkin emas. Politsiya. Salom berdik armiya. Lekin men umuman bormayman. Hozir eshikni ko'raylik. Pianino. Men muzikantman. Menga tualet. Shunaqa zupachitskani hayotingizda ko'rganmisiz? Shima juda ham katta. Xo'p, hozir bir daqiqa. Привет. Мне так нужен друг. Salom. Menga ham shunaqa do'st kerak. Yo'q, to'g'risi juda ham do'st bo'lib kelyapti. Открыть. Q-ni bosdik, ochishimiz mumkin. Не открывать. Bu bilmadim, meni aldayaptimi yoki menga farqi yo'q. Chunki juda ham do'st bo'lib kelyapti. Q ochamiz. Menga farqi yo'q. Попался. Ichki. Вот тебе повестка. Yaramas, seni juda ham aqlli, chiroyli, zo'r qiz deb o'ylagandim. Patrachino, ana тебе сажала. Повестка olib kelibdi, meni olib ketdi. Еще раз. Endi eshikni hech kimga ochmayman, hech kimga ishonmayman. Uyimdan yo'qollaring, armiyang bilan yo'qolib ket. Yana taxliyatyapti bu. Кто прочитал, тот выступает в цирке. Безумно можно быть. Yana qiz taxliyatyapti. O, mushuk. Ha, buni bosish mumkin. Yana bir marta. Itni ham ovozi yo'qmi? Voy, bu yerda butun men mushuklarga juda ham qiziqar ekanman. Men mushuk. Yana bitta mushuk. Voy, buning ovozi qanaqa qilib chiqadi? Bu ham mushuk, oddiy hammasining. Voy, bu yerda mushuk bor. Hop, qayerga qochish kerak? Buni ochamiz. Ha, bu to'g'ri. Hozir bunga boramiz. Bunga qaraymiz va не открывать. Ochmas. Привет. Menga do'st kerak emas, yolg'iz yashayman. Не открывать. Uyimdan yo'qol. Ichkariga kirib men to'nyapman debman. To'nyapman debdi. Sen повестка olib kelgansan, men oldin o'ynaganman. Не открывать. Men bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Bo'ldi. Повестка. Yaramas, endi nagli qandaydir bir Давайте тебе повестка. mujik. Voy, Открывайте otaxon, повестку. salom. Uzr, не открывать. Bo'ldi. Yo'q. Eshigimni nima qilyapsan? Qayerga? Nima bo'lyapti? Voy, nima bo'lib ketdi? Nima bo'lyapti? Men uyda yo'qman. Eshigimni kim buzdi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Voy, qayerga yo'qolib qoldi? Voy, qoch. Nima? Menga o'ryapti. Yurmas, armiyaga bormayman. Qochamiz. Armiyaga bormaganimiz uchun meni o'rib o'ldirdi. Patrachino, ana тебе сажал еще раз. Nimalar bo'lyapti? Kontrolniy точки. Начало. Дядя стучит, режет дверь. Дядя стучит. Xo'p, shu yerdan boshlaymiz. Однажды океан беканул на меня, с тех пор он тихий. Nima? Bu qanaqa o'yin o'zi? Давайте тебе повестка. Agar yo'qotgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Hozir открывать дверь повестка. Xo'p, eshikni yana kesyapti. Tashqariga chiqib ketamizmi? Buni yopamiz. Ha, bu yoqqa borish mumkin ekan. Bu qanaqa xona? Hozir bir daqiqa. Otaxon xona hali kirmadi. Meni ushlab olish mumkinmi? Xo'p, bir marta tavakkal ushlab ko'ramiz. Salom. Men bu yerdaman. Hoy. Ko'zi ko'r chol. Armiyanga o'zing bor. Salom. Men yo'qman. Senga g'alati emasmi? Kimningdir uyiga kirib olib shunaqa yugurish? Bu yoqqa ketamiz. Xo'p, bu yoqda ham shunday eshik bor. Buni ochamiz. Kimningdir tanish emas uyimizga, ya'ni qo'shnimning uyiga kirib qoldim. Bu tarafdan qo'shnim uydami? Ha, bu yerda qandaydir chiqadi. Hech nima yo'q. Bu xona ochiq emas. Bu yoqqa kiramiz. Bu yer ochiq. Nima? Uy, otaxon. Tegma. Yaramas, og'riyapti, urma. Nima qilamiz? Tepaga. Tepaga chiqib ketdim. Chiqolmaydimi bu? Yaramas, yo'qollaring. Men hech qanaqa armiyaga bormayman. Xo'p, keyingisi. Bo'ldi, to'g'ridim. Bu o'yinda ham ozgina bo'lsa ham syujet bor ekan. Sokema. Pastga sakrash kerakmi? Ha, musorxona turibdi. Sekinlik bilan to'g'rilab. 1 2 3. Hozir yana bir marta to'g'rilab, musorning bakka to'g'rilab sakrab ko'ramiz. Ha, bu tarafda ham bor. 1 2 3 ketdik. Yaxshi.
Shunaqa tushdik. Ko'rdingizmi, men juda ham kuchliman. Men armiyaga borishim shart emas, hammani o'ldirib qo'yishim mumkin. Bu yoqqa qaramiz. Qandaydir politsiyaskiy mashina. Men hayday olamanmi? Yo'q, hayday olmas ekanman. Bu nima? Pastgacha pastda qandaydir metro bormi? Qochib ketadigan. Astyur, voy, hamma yer kamera. Bu kamera sotadigan do'konmi yoki shu yerda har doim jinoyat bo'ladimi? Bu yerda o'tish mumkin. Yana pastgachamiz. Qayerga borayotganimni o'zim to'g'risi bilmayman. Yo'q, metro. Metroga chiqish mumkinmi? Mumkin emas. O'zi shahardagi odamlar qayerga ketganligiga faqat men yolg'izman. Bu yerga tushish mumkinmi? Hop, bu tarafga yuramiz. Chunki bu chiqishning iloji yo'q. Ketik. Bu tarafda qandaydir yo'l bo'lishi mumkin. Texnический работы проход закрыт. Bu yerda o'tish mumkin. Menga baribir. Men juda ham katta armiyadan qochganman. Bu yerda yo'l bor. Bu yoqqa kirib ko'ramiz. Bu nima? Samolyotnachimi? Nima bo'lyapti? Hop, qochamiz. Bizning vazifamiz armiyaga bormasdan hammasidan qochib ketish. Faqat yugurish menimcha bizning vazifamiz. Bizga endi yo'l kerak, chiqib ketadigan. Juda ham qiziq lekin. Bu yerga kelganmidik? Ha, bu yerdan chiqib ketdik, bu yerdan o'tib ketamiz. Qandaydir g'alati kulgili yozuvlar yozilgan, o'qib ko'ramiz. Технический работы проход закрыт. Дальше дороги нет. Разворачивайся. Bo'ldi, yo'l yo'q. Orqaga qayt. Ты че, слепой? Nima sen ko'rmisan? Разворачивайся, тебе говорит. Uni o'qimagan odamga buning nima foydasi bor? Разворачивайся, тебе говорит. Hop, menga baribir. U qandaydir lava. Yerimiz lava bo'lib ketibdi. Для особо непонятного повторяю. Прохода нет. Tushunmaydiganlarga takrorlayman. Yo'l yo'q deyapti. Menga baribir. Mening uyimdagi rasmlarni ko'rmagan ekansan sen. Bundan ham to'p ekanimni bilasan. Sakra. Yaxshi. Sakra. Bu o'z tugadimi? Это последний шанс повернуть назад. Bu sening oxirgi imkoning orqaga qayrish uchun. Tinglamasam nima bo'ladi? Meni bankomatga olib ketishganda tinglamaganman. Qandaydir yozuvga bo'ysunamanmi? Sakraymiz. Я предупреждал. Bu yuz juda ham dahshat. Я предупреждал. Xo'p, ogohlantirding. Nima bor endi? Ko'raylik. Чё, теперь зирешь вниз. Nima demak pastga? Bilmadim, endi o'yin shunaqa yaratilgan ekan. Sakraymiz. Новая контрольная точка. Yaxshi. Очень важный выбор. Хороший подумай. Demak, yaxshilab o'ylanishimiz kerak. Bittasini tanlaymiz. Правее, левее. O'ng yoki chap. Xo'p, ketdik. O'ng bo'la qolsin. Yo'q, chap, o'ng chap, qaysi biri? O'ng, ketdik. O'ng tarafga yuramiz. Nima bo'ladi endi? Qandaydir yana oq labirintga tushdik. Voy, agar chap tarafni tanlaganimizda bu yoqdan kelar ekanmiz. Teper действительно важный выбор. Endi juda ham muhim tanlov. Bu tarafga, bu tarafga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu tarafga. Ketdik yuramiz. Agar yana proxod yo'l yana bitta bo'ladigan bo'lsa juda ham g'alati. Aylanib kelyapmiz. Shutki кончились. Вверх перезапуск, вниз страдать. Shutki кончились, ya'ni hazillar tugadi. Tepaga yana qaytib berish, вниз страдать. Keling ozgina pastga tushamiz. Oy, sekin. Menimcha bu juda ham yumshoq qo'l. Qancha sakrasa ham o'lmayapmiz. Voy, labirint bo'lib ketdik. Demak, labirint bo'lib ketdi. Вниз страдать. Pastda qiynalasan degani. Demak, ozgina qiynalamiz. Uyda juda ham tez yugurayotgandi. Nimaga bu yerga sekinlashib qoldi? Juda ham tez yugursa yaxshi bo'lardi. Voy, boshim aylanib ketdi. Bu tarafda ham yana yo'l bor. Bu yoqqa yuramiz. Voy, pastni tanlamasligim kerak edi. Tepani tanlashim kerak edi. Juda ham katta xato qilibman. Haqiqatan muhim tanlov ekan. Yaramas, g'alati o'yin. Nimaga buni o'ynayapman? Va nihoyat. 5 daqiqa bo'ldi. Labirintni aylanib yurganimga. Sakraymiz. Chiqib ketdimi? Voy, bu kimning rasmi? Ай, больно в ноге. Sok, Patrachon, ваш тапок заминировал. Еще раз. Labirint. Voy, yerimiz, качественный водопровод, как он дорогой. Yana labirintdan boshlar ekanmiz. Juda ham jonga tegdi. Правее, левее. Так, очень важный выбор. Хорошо подумай. Endi chap tarafda yuramiz, chunki o'ng tarafda yurgandik. Baribir foydasi yo'q. Bir joyga boramiz aylanib. Hammana. Teper действительно важный выбор. Bu tarafga yurgandik, endi bu tarafga yuramiz. Baribir bitta yo'l. Menimcha o'yin sistemasi shunaqa. Endi to'g'ri yuramiz. To'g'riga. Endi qanaqa vibr chiqadi? Mana o'sha xonaga keldik. Chutki закончилось. Вверх. Bo'ldi, tepaga chiqamiz. Labirint kerak emas, jonga tegdi. Я слабак. Я не слабак. Я легенда. Patracheno slabak. Hop, demak, labirintga chiqishimiz kerak ekan. Bo'ldi. Labirintdan chiqishga harakat qilib ko'raman. Va nihoyat labirintdan yugurib shunaqa joyni topdim. Demak, sakrashimiz kerak. Bu yerdan tushib ketsam yana boshdan boshlandi. Bu joyni zo'rg'a topdim o'zi. Demak, sakraymiz. Yaxshilab. Zo'r davom etamiz. Bu qanaqa joyga olib boradi? Menimcha shu yerda chiqadigan joy bor. Yana bir marta sakraymiz. Yaxshi.
U qayerga? Bu tarafmi yoki bu tarafmi? Sakra. Ha, yaxshi, yaxshi. Shu yerga второй шанс. Katta rahmat. Третий, четвертый, последний umum juda ham ko'p shans beradi degan umiddaman. Sakrayman. Sakra. Uchib ketishimga istorg'a. Tretий shans. O'z zo'rg'a topgandim. Yana o'lib qoldim. O'zi ikkita shans bor ekan. Yana bir marta shu yerga boramiz. Top shu joyni. Top. Ikkita shans berar ekan. Ehtiyot qilamiz. Labirintni juda aylanib umuman charchab ketdim. Yo'qmi ketdi? Bu jahlining barchasini chiqarib unutamiz. Sakraymiz. O'taman. Endi qaysi tarafga? Bu tarafga sakrash kerak menimcha. 1 2 3 sakra. Tushib ketma iltimos. O'zi ikkita shansim bor. Yaxshi, tepaga tushib ketma. Tepaga. Uy. Bitta shansimni asrab qoldim. Yaxshi. Bu yoqqa yugur, sakra. Yana bir marta. Yaxshi. Ehtiyot bo'lib, shoshmasdan, sabrli bo'lib. Bu yoq yana bir marta. Endi qaysi tarafga sakrash kerak? 1 2 3. Yaxshi. Menimcha ozgina emas, juda ham ko'p. 1 2 3. Oy, sekinroq. Bu yoqqa. Agar tushib ketsam, bu pastdagi bitta polkaga ilinib qolsam kerak. Yaxshi. Shansdan foydalanish kerak. O'zi ikkita shans beradi. Bu yer juda ham qiyin ekan. Agar shu yerni eplasak, tepaga chiqib ketishimiz mumkin. 1 2. Shu labirintning glavasidan qutulib olsam bo'ldi. Moralli tayyorlanib olamiz. Yaxshilab. 1. Shu ham moralli tayyorlanishmi? Второй shans, ikkinchi shans. Alisher, tinchlan. Eplisan, seni qo'lingdan keladi. To'g'risi, umuman gapirmasdan sakraymiz. Yaxshi. Bu yerda yana labirintdan sizlar uchun yana bir marta еще раз shu yerni topishga harakat qilaman. Bo'ldi, Alisher, o'zing bosib, like bosganingizga ishonaman. Yana keldim shu joyga qidirib. Bo'ldi, sakraymiz. Bizda faqat ikkita shans bor. 1 ketdi. Ozgina endi tajriba bor. Yana sakraymiz. Bu tarafga o'tdik, yaxshi. Asosiysi teparoqqa chiqib olish kerak, chunki pastga tushib ketganda taqtay bizni asrab qolish uchun. Yaxshi chiqdik. Zo'r bu yoqqa. Yaxshi. Endi shu joy eng qiyin joyi. Yaxshi. Ketdik. Nimaga sakramay qoldi? Bosgandim. Sakra, iltimos. Mening jahlim chiqar. Ozgina qolib turibdi. Shu yerda nimadir bor, shuni ko'rgim kelyapti. Iltimos, agar mana shu yana ustimda shunaqa kuladigan bo'lsa, umuman o'ynamayman. Olamiz. Bosil. Nima bo'ldi? Sbejal. Titri подойдет. Qochdik. Ketdik, sakraymiz. Voy, yaramas. Tushmay qoldim. Ha, yo'q, tushibmiz. Yaxshi. Bu yerdan o'tish mumkinmi? Nimaga bu yerdan boshlading deyotganlarga shaharni ozgina aylanmoqchiman. Bu yerda shaharni ozgina aylanish mumkin ekan. Ketdik, sakraymiz. Video juda ham uzoq va qiziqarli bo'lishi uchun albatta like bosib qo'ying. Sakraymiz. Bu avtomobillarni minish mumkinmi? Juda ham chiqim kelyapti. Qandaydir parklar bor. Iltimos, o'lib qolma. Zo'rga o'tdik. Traktor haydash mumkinmi? Traktorni haydash mumkin. Shaharda bemalol traktordan va armiyadan qochdik va bemalol traktor haydab yuribmiz. Shum chiqarib. Sekinroq. Bundan qanaqa tushib? Ha, bo'ldi, tushdik. Traktor shu yerda tur. Qayerga borasan? Hozir baloning yariladi. Menga traktordan ko'ra bu vanni qiziq bo'lib turibdi. Voy, vanni. Shunaqa avtomobil ko'rganmisiz? Hozir vannini haydaymiz, lekin bu avtomobil umuman dahshat. Bu men o'ynagan eng to'poy yoki eng g'alati o'yin. Upravleniya yaxshi emas. Menga eng yoqqan avtomobil shu. Juda ham qulay. Yaxshi, lekin sekin yurar ekan. Bugun armiyaga ketmaganimizni yaxshilab nishonlaymiz. Shaharga vana bilan. Xayr, shaharim, men armiyaga borgan